Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Tövəndə huzuringizga Qizlarga 100 nasihat nomli asarning davomi anlatildi. Qizlarga 100 nasihat. 91-nasihat. Ay qizim, qizi bola bo'lgan ekan, u o'ziga xos nazokat, xuluq, vafodorlik, sadoqatmanlik, mehribonlikni belgi qilgan qizlik qadr-qimmatini yaratishi, mushu qadr-qimmati asosida o'zining hayotlik faoliyatini davomlashtirib, jamiyatga oz to'la tuhfa qo'shishi, hayot ato qilgan ne'matlarga javob qaytarishi insoniy majburiyatidir. Albatta, poklik ichiga yoshiringan, qizlarga xos nazokat, qizlik sharmiy hayo to'kilib turgan qizlarga hamma kishining ichi kuyidi. Ularning jamiyatdagi o'rnimi, obro'yimi nihoyatda yuqori bo'ladi. Aksicha, fursatparastlik qilib, o'zining izzatini saqlamay, tayyor dasmoyiga tayinib, yuqoriga yomishishni ko'zlaganlar ma'lum bir maqsad uchun o'zini bulg'uvchilarning xushalliqi uzunga bormaydi. 92-nasihat. Ay qizim, yaxshi tarbiya ko'rgan va ilm nuri bilan xuluqini yaxshilagan qizlar har yerda izzat topadi, obro'y qozonadi. Ilm qizlar uchun eng yarashadigan zinnat. Ahlini nodonlikdan qutuldirgan har bir qiz nomus, izzat, qizlik qadrini tushunib yetsa, ondan boshqalarning oldida qadrli bo'ladi, o'z qimmatini topadi. Bundaq hayo nishoni aniq qizlar hech qanday ishda adashib qolmaydi. Ilmsiz qiz bo'lsa, turmushdagi har qanday ishda turli kamchiliklarga yo'l qo'yadi. Qizlar uchun eng zo'r narsa bo'lgan nomus, izzat, hayo qatorliq fazilatlar ilm ma'rifat orqali texmo nurlanadi. 93-nasihat. Ay qizim, odamni yomon ishlardan to'sadigan hayo inson uchun intayin yaxshi xislat va kishilik adab axloqning yo'li hisoblanadi. Muhammad alayhissalom iymon daraxtdir, hayo shaxdir degan edi. Agar hayo bo'lmasa, kishilar bir-biridan uyalmasa, xalq orasida yaxshi qoida usullar yo'qolib, hamma ishga ziyon yetkazadi. Odamlarda ishonch va dinoyat qolmaydi. Mana buningdan ma'lumki, kishilarga hayodan yetarlik manfaat bordir. Yaxshi qo'y axloq mevasi hayodan tarbiya topmasa, u hargizmi kishiga lazzat bermaydi. Bilish kerakki, go'zallikni hayo bilan suyish kerak. Qiz bolaning hamma boyligi uning nomusi. Bu boylik har qanday mirosdan qimmatli. 94-nasihat. Ay qizim, güzel axloqli bir qiz bilan badqiliq bir qiz tangla yigitlarning oldiga paydo bo'lsa, albatta güzel axloqli qiz yigitlarni xuddi ajoyib suzuk go'har yoqut o'ziga topgandek tortadi. Bundaq qizlarning husnini, kamolati odatkichi bo'lgan taqdirdimi, ularning esil xislati yigitlarning qalbida ajoyib go'zal ta'sirotlarni qoldiradi. Qizlarga xos nazokat dunyosi, mehr-muhabbat olimi ularning vujudini asir qilib, ajoyib shirin his-tuyg'ularga cho'mdiradi. Bundaq shirinlik, tatliqlik bu hayotlikning insonlarga sungan eng cho'ng sovg'usi, iltifotidir. Buning aksicha, badqiliq, husn jamolda kamolat topgan qizlik qadr-qimmatining eng ko'rkam yorishqi bo'lgan go'zal axloq kam qizga yigitlarning mayli topmaydi. 95-nasihat. Ay qizim, shu topda xushxo'ylikdan murod topgan qizlar sizning atrofingizda egizdan minglarcha bulbullarning navosini yangritib, xushnavo qilib, sizga do'stlik va sadoqatmandlik ko'rsatayotgan bo'lishi, bu do'stlik izhoridan qalbingiz suyunib, olamcha xushallik va baxt quchqida aylanayotgan bo'lishingiz, o'zingiz ularga nisbatan yana uningdan o'ta xushxo'ylik iltifot qilib, bu jahonga issiq berayotgan bo'lishingiz ham mumkin. Qandaqli bo'lmasin, qizlarga bo'lgan alohida nazokat guli bo'lgan xushxo'ylik va xushxuluqlik, issiq chiroy bo'lish, do'stlik va sadoqatmandlikni voyaga yetkazish, mehribonlik ko'rsatish sizning vujudingizga mujassam bo'lganda, ruhingiz alohida jo'shqinlanib, qayerda bo'lsangiz nihoyatda qizg'in kayfiyat dunyosi hosil qila olasiz.
96 nasihat. Ay qizim, davr iqimida qandaq yangi o'zgarish bo'lishidan qat'iy nazar, qo'yuq o'rib odat dunyosida yashang. O'zimizga xos milliy urf-odat, kiyinish odati, turmush usuli, o'zlik engini saqlab, aslidagi ruhiy holatga qaytganingizda siz haqiqiy ma'nodagi Uyg'ur qizi, kelgusi avlodlarning yaramli tarbiyachisi bo'la olasiz. Sizning milliy xoslik jihatdagi ortiqchiligingiz hamon sizni yuksak pallalarga boshlaydi. 97 nasihat. Ay qizim, siz o'zingizni haqiqiy tanigansiz, o'zingizga ishongansiz, cho'qim quyuq milliy urf-odat dunyosida yashang. Atdigan turg'uningizda ota-onangizdan yaxshi uxlabsizlarmi deb ahvol so'rang. Yotilgan chog'da xayr, yaxshi tush ko'ringlar deyishni esingizdan chiqarmang. Ota-onangizga har bir so'z harakatingizda hurmat tuyg'usini bering. O'g'illar bilan muomala qilganda xushxo'yligingiz, mehribonligingiz, kuyimchanligingiz orqali ularning ishonchisiga erishing. Choy qo'yish, mehmon kutish qoida-usullari, mehmonni izzatlash so'zlarini o'rganib oling. Mahallaviy tus olgan ko'ni qoida-usullarga amal bar o'rganib oling. Uyinib bo'lolmagan taqdirdami xabardor bo'lib qoling, shaxsiy tozlikqa diqqat qiling. 98 nasihat. Ay qizim, bilingki, pok diyonatlik bo'lish kishiga huzur, erkinlik, xotirjamlik baxshiydi. Pok diyonatlik kishi har qanday bo'ron chapqindimi mardona tura oladi. O'zining umrini yil sanab emas, balki to'kpi sanab o'tkazishni biladi. Iffat nomusini saqlash bilan qizlar eng ulug' hisoblanadi. Shunga qizlar muhabbat masalasida yigitlar bilan bo'lgan muomalada eng muhimi o'zining pokligini saqlashni bilsa, vijdoniy bo'lganmaydi. Har qanday chog'da yuzi yorug' bo'ladi. Turmushda qizlarga nisbatan baxit, qadr-qimmat degan ana shu. Pul hargizmi insoniy qadr-qimmatdan, poklikdan va iffat nomusdan ustun tura olmaydi. Haqiqiy oz nomusliq, insofi bor qizlar hargiz boshqalarning pulini dastak qilib, o'zini oyoq osti qilishiga yo'l qo'ymaydi. 99 nasihat. Ay qizim, ko'z yuzga alayda husn beg'ishlaydi. Ko'z olamni ko'rguchi, insonning ma'naviy dunyosi va salomatligini aks ettirguchi aynakdir. Ko'zga tarif berilganda ko'p hollarda o'tliq ko'zlar, sehrli ko'zlar, mehrli ko'zlar degandek o'xshatishlar qo'llanadi. Darhaqiqat ko'z ko'ngilning aynigi. İnsanның qandaqligini bilish uchun oldi bilan uning ko'ziga qarash xato emas. Qizlarning ko'zi zibolik, hayolik, muloyim bo'lgani yaxshi. Sog'lom ko'zlar yuzga husn beg'ishlash bilan birga salomatlik uchun ham muhim. Ayrim hollarda ba'zi qizlar ko'zim yanama chiroyli bo'lsin deb har xil bo'yoqlarni bilib bilmay ishiltadi. Natijada ko'z va qapoqlari qizarib, asli chiroyli bo'lgan ko'zlar xunuklashidir. 100 nasihat. Ay qizim, siz chiroyli, qimmatbaho kiyimlarni kiyib, o'zingizga zinnat berasiz. O zinnat sizda emas, balki kiyimlaringizdir. Mingan etingiz bilan maqtanasiz, lekin bu zinnat kamol sizda emas, etingizdadir. Ota-bovlaringizning fazilati bilan faxrlanasiz. Bu fazilatlarning ilgariki ota-bovlaringizdir. Agar aşı fazilatlarning egalari o'z haqqini qaytarib olsa, sizga hech nima qolmaydi. Halbuki fazilatlar sizga o'zlashmaganligi uchun qaytarib olishning hojati yo'q. Boshqalarning zinnati bilan zinnatlanmaysiz. Xuluq mijozingizni tuzating, fazilatlik bo'ling. Mana bular o'zingizning zinnatidir. Shu chog'da o'z zinnatingiz bilan faxrlanishga haqli bo'lasiz. Qizlarga 100 nasihat nomli asarimiz mushu yerda oxirlashdi. Tuzguchi Aziz Ataulla Sartekin, mas'ul muharrir Yolqin Abdusalom, mas'ul korrektori Yulduz Ushqun, ovozda Maryam Abdurashid, Shinjon xalq sahiya nashriyati nashr qilgan.